Nimaga to'xtatyapsizlar? Tinchlikmi aka? Ha, tinchlik. Nima Shunaqamizda bizga tushib turing mashinadan. Yurib turgan mashinani to'xtatyapsiz. Ha, to'xtatyapsiz. Yurib turgan mashinani Ha, to'xtatyapsiz. faqat tushing bir minut. Bo'ldi. Maylimi? Yoningizda hech narsa yo'qmi? Taqiqlovchi narsalar? Ha? Oling cho'ntagingizni olib ko'rsating. Nima yurib turgan mashinani nima qilyapsizlar? Oling. Ha? Olavering. Hech nima yo'q cho'ntagimda. Qarang. Ushlab ko'rishingiz mumkinmi? Ushlab ko'rishingiz mumkinmi? Ha. Shubhamiz bor-da. Cho'ntagimga qo'lingizni tiqyapsiz mana. Nima qilyapsiz? Yo'q, yechmayman. Yemay menga. Nechun ketdingiz? Nimaga? So'raman-da. Nimasini ko'rasiz? Nimasini ko'rasiz? Nimasini? Bo'pti. Nimasini ko'rasiz ketgan? Yeching o'zim bilaman. Yo'q, yechmayman. Hozir yurib chiqqanman. Hozir yurib chiqqanmi? Ha, sovuq. Assalomu alaykum. Ishlaymi? Ha, Harakatlari shubhali. Ha, kimsiz o'zi? Bosh patrul xizmati inspektor Okajon. Ha, bu nima xizmat? Nima mashinani yurib turgan mashinani to'xtatyapsiz? Ha, mayli. Yo'lni qisib to'xtatyapsiz. senga tushunmadim. Shimon qilyapsiz. Cho'ntagim, mana cho'ntagimni shimon qilyapsiz. Joyda akami yo'q. Mana mashina Shimon bilan ko'zdan kechirish farqi bor. Ko'zdan kechirish bilan shimon qilishyapti. Mana o'shanga aytyapman. Kim shimon qilyapti? Mana aka shimon qilishyapti. Bunda o'ziga o'verinimiz narsangiz yo'qmi? Yo'q, Biz bari taxlangan buyumlar. Shimon qilish endi bari menga tegyapti-da, tushundingizmi? Mana shimon qildirib yuboravermayman har kimga. Tushundingizmi? Tushundingizmi demay menga? Xodimmi? Tushunmaganligingiz uchun Tushundingizmi deb muomala qilmayapti. Muomalangiz to'g'rila gaplashing aka. Men sizga boshqacha muomala qilganim Muomalangiz to'g'rila gaplashing. O'zimni tanishtirdim sizga. Oldingizda nima bor? Guruh birlashmang. Men shimon qilib bo'lishdi. Endi siz aralashmaysiz. Siz bilan Qanday gaplashmayapsiz. tekshirdingizmi ba'zi?